Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana 12 metrlik domik konteynerimiz tayyor bo'ldi. Uzunligi 12 metr, balandligi 290, eniga 245 bo'ladi hammasi. Buni Andijon viloyati Asakiga yasab berganmiz ishxona uchun. Ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli holatda. Konteynerda holati ham tekis. Bu birinchi xonasi. Mana kirganimizda xona gilamlarigacha yozilgan, 2 qavat utublet qilingan, elektrik montajlari to'liq bo'lgan. Devorlari 40 talik, 60 talik dekor bo'lgan, dekor plast, qalin qattig'idan, devordagidan, hali patolochni emas. Bir sloy minivata, bir sloy penoplast bilan utublet bo'lgan. Oynalar 2 qavat, terlanmaydi, garantiyasi bor. Xonaning razmeri 5 metrga 220. Alyumin eshiklar qo'yilgan mana. Bu ikkinchi xonasi. Ikkinchi xonasi ham xuddi shu holatda. Gilamlar, elektrik montajlari. Zakaz bo'yicha yasaladi bizda. Bu Andijonga bo'lgan zakaz. Issiq sovuqqa bitta pilta bilan qishki kuniga so'radi. Yozga bitta konditsioner qo'yasizlar. Bu tarafda sanuzeli bo'lgan mana. Sanuzelda dushovoy unitaz qo'ydirishmadi. Rakimina Ariston Royal dushlarni ham yaxshisidan qo'yilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Pianinali 4 ta funksiyali dush. Tayinli paddonlari, pollar linonim. Xuddi shu holatda narxi 4,5 ming dollar. Dastavkasi bilan mana kranimiz yetib keldi. Fura ham yetib kelgan. Yuklab, xudo xolasa bugun egalariga chiqarib olamiz.